Yili hammamizga muborak bo'lsin. Allohim hammamizning xonadonimizda yosh kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin. Xush kelibsizlar. Qo'shaloq bayram. Ya'ni juma ayyomi, Navro'z ayyom hammaga muborak bo'lsin. Hammalaringizni yana bir bor bayram bilan tabriklaymiz. Rahmat hammalaringizga. Shuning uchun mana bugun endi bizning mahallamizda bo'layotgan Navro'z bayramini ochiq deb e'lon qilamiz. Ro'zador opalar, onalar, yangalar hammalaringiz Allohim ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Ro'zg'orlaringizda baraka bo'lsin, tinchlik bo'lsin, to'ylaringizlar hammamiz yanagi yil Navro'zlarda ham o'ynab yurish, to'ylar qilish, yaxshi kunlarda ko'rishib yurish hammamizga nasib eylesin. Safarda yurganlarning safari bexatar bo'lsin. Safarda yurganlarning hammasi sizlarni Navro'z ayyom bilan tabriklab qo'yishini taklif qilgan edi. Muborak bo'lsin hammamizga. Endi mana shu Navro'z ayyomida jajji o'g'lonlarimiz, jajji qizaloqlarimizni chaqirib, yaxshi she'rlarni eshitib qolamiz. Bitta qarsaklar bo'lsin, bayram yaxshi o'tadi deganlar. Rahmat e'tiborlaringiz. Kızlarım kimler? Kim şiir aytarman? Navro'z haqida, ona haqida, ota haqida, bahor haqida şiir aytganlar bo'lsa, marhamat. Chakkasiga gul taqib kirib keldi Navro'zim, daraxtlarga gul taqib kirib kulib keldi Navro'zim. Balli, bitta qarsak bo'lsa nevaraga, bitta. Bugun endi qarsakni ayamaysiz. Hammani mana shunday jajji qizlarimiz, o'g'illarimiz, mana shu O'zbekistonimizning kelajagi mana shular. Katta yaxshi kelinchaklar bo'lsin, o'qishlarga kirsin, oliy ma'lumotli bo'lsin. Bizning mahallamizda faxrlanadigan qizlar bo'lsin nasiblar. Allohimda mana shunday hammaga mana shunday nevaralar ato qilsin, farzandlar ato qilsin. Marhamat. Navro'z keldi gul balam shoxida bulbul balam, biz sizni tabriklaymiz Navro'z ayyom bilan. Abali bitta qarsaklar. Kel. Navro'z keldi gul bilan shoxida bulbul bilan, biz sizni tabriklaymiz Navro'z ayyom bilan. Rahmat. Ha, bo'ldi. Bo'ladi, marhamat. Aytasan mana shu. Mana bitta qarsak bo'lsin, o'zi bilmasa bitta tarjima qilolmadik. Aytasan mana shu. Biladi hammasi. Mayli.
Malades, ana shuning uchun bitta qarsak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Yana bormi qizlarim, nevaralarim, kenglar mana. Shu qo'shiqlar bo'ladi. Qo'shimi aytsamiz. Qo'shib yuboramki qani. Bahar kelib Navro'zni kutib oldi ahli o'rmon. Ishonmasang kelib ko'r qizir tomoshachidan. Bali. Bitta qarsaklar bo'lsin. Hurmatli mahalladoshlar, endi o'zlar ozroqgina garibchilik bor edi, tomog'imiz sal girib o'tiribmiz. Bo'lmasa ovozimiz chinkillab chiqaydi bundanda endi. Shuning uchun yana bir bor hammalaringizga bayram muborak bo'lsin. Hammalaringizga yana bir bor Navro'z oyi muborak bo'lsin. Xonadonlaringizda yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin. Bugungi bayramda chiroyli, mazmunli, xushchaqchaq o'tkazaman deganlar. Xonadonimda to'ylar bo'lsin. O'g'limni uylantirayin, qizimni turmushga chiqarayin, nevarali bo'layin, farzandlar bersin nasibsa deganlar bitta qarsaklar bilan davom ettiramiz. Rahmat hammalaringizga e'tibor uchun. Mahallamga ko'z tegmasin. Allohim, mana shunday mahallada yashab o'sayotganimizdan faxrlanaman. Mana yana she'rni nevaralarimizga beraman. Marhamat. Maybo'g'amashi oppoq, hujjatmashi yoppoq. Qo'ycha joylik, rengabiya ko'paya bo'yncha. Bali, mana. Kel. Men sizlarning olmangizni hamma yemangiz, notchachiga o'sasa, voy qonim deb qolmangiz. Ana bitta qarsaklar bo'lsin. Bayramimizni davom ettiramiz. Hammaga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyat, labingizdan tabassum, yuzingizdan kulgu arimasin degan bitta qarsak bilan sho'x taronalarni sizlarga mana bugungi Qashqadaryoimizning, ya'ni Qamashi tumanimizdan kelgan aziz ukamiz, O'raljon boshchiligi san'atkorlar sizlarning xizmatlaringizda bitta qarsak bilan sho'x qo'shiqlar aytib davom ettiramiz bayramlarda. Rahmat hammalaringizga. Menga taylab qo'ysan, o'zimni nimani oldim. Sanlar ochildi. Qanaqa yoshlar barchangizga hozir chorlab qolamiz. Güzel yolunda intizarmış. Sahip cemal bir güzel yolunda teselli bergen olar ona joningga ma'rifingga teselli bergen olar ona joningga Qahır toparsan zikr etib akir toparsan mehr berib qahır toparsan zikr etib akir toparsan issiq sovuq joningga darmon Hurmatli mahalladoshlar, endi menga qarangizlar, bitta fikr bor-da. Bir yilda bir marta keladigan Navro'z ayyomimizni bir chiroyli o'tkazaylik deganlar bitta qarsak bilan mana shu bir tartibli qilaylik hozir akkana. Davron, olingizlar olgina.
O'ngizlar salgina kengishroq qilib, onaxonlar olingizlar nevaralarni sal chetroq olib, mana onaxonlarimiz, yangalarimiz, kelinlarimiz ham ko'rsin davrani. Yaxshi qarsaklar bilan bir olqishlab turamiz mana shu yoshlarni. Mana shu yerda bir 4 ta nevaramiz aytayapti, "Baba, bizlar ham bitta yaxshi o'yin o'ynab beraylik" deyapti. Bitta musiqaga o'ynab berib kelinglar, mana chiroyli. Davrani buzmanglar, mana shuni qarsak bilan cho'rayli. O'zbekistonimizning kelajagi mana shular qo'lida. Marhamat bitta qarsaklar bilan. bo'lsin, jonlarak. Bayram-bayramga o'xshamayapti. Barakanku. Ro'zadorlar, ro'zalaringiz ijobat bo'lsin. Yoqimli ishtaha, onaxonlar, opa-singillar, yangalar, akalar, otaxonlar, yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Hammamizning onalarimiz yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin. Yana bitta qarangizlar. Bizning mahallaning shoh yigitlari bir onaxonlarimni, yangalarimni bir yaxshi bir kuldiraman deyapti. Bitta sahna ko'rinishini ko'rsatamiz deyapti. Marhamat so'zga o'tirman shularga beramiz. Do'stlar, kengroq olamiz, yigitlar, qizlar, qizlarjon, sal kengroq olinglar. Qarsak chalib tomosha qilaqana akalaring nima deb keltirasizlar? Marhamat, mana shoh yigitlarga so'zga o'tirib beramiz. E'tibor qilamiz. Nevaralar, mana shu yerda ochib qo'yinglar. Bana tomonga turinglar, bu tomonga.
Mana momalaring ham ko'rsin. Bitta nevaram keldida, baba mening bir ko'p shigirliga o'ynab berayin dedi. Davron sal olasizlarda yaxshi bitta qarsaklar bilan mana shu nevaramiz kesin qarmay ko'k shigirliga o'ynaydigan mana. Qochdi. O'raljon. Ko'k shigirlikni qo'yib, men nevaramni nima qilib, mana sal tartib olingizlar, chiroyli bitta qo'shiq mana. Alqishlar bo'lsin qarsaklar bilan. O'g'il bolaga o'xshab, qiz bolaga o'xshaman. O'rtama aka. 5 minutda olib kelaman. 5 minutda qancha? 5 minutda nech pul desam? 5000 kecha bormi? Nima deysan? Dada pul bering deyman. Bermasa shu. Desam, beraverading-da men. Bola o'zgarib chiqaman desam? Una demayman. Sotib qo'yasan meni. Una demayman. Nima deysan? Mana deyman. Dada pul bering, lazr olaman deyman. O'g'lim, o'g'lim. Ayolasan? Ondan yaxshimi? Ya, ashyotamini yekakas kim qolmas. Assalomu alaykum doktor. Assalomu alaykum. Shu o'g'limni ko'rib qo'ysangiz doktor. Xo'p bo'ladi. Bizni doktorxonamizga kelib juda ham to'g'rilibsizlar. Hozir dallol qo'lib tashxis yozib beramiz. Ha bu doktor o'ziga nega bittiring bu? Qani bolakay o'tirchi. Tak. Tanishamiz. Isming nima? Idan. Tushunmadim. Ida? O'g'lim Z harfini ayta olmaydi. Shuning uchun Zidan deyapti. Ha, Zidan. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Familiyang nima? Iyadullayev. Ziyodullayev. Ha, yaxshi, yaxshi. Dadang ismi nima? Aynobiddin. Zaynobiddin. Yaxshi. Dadang nima ish qiladi? Dadam maktabda. Zam direktorman.
Yaxshi. Demak, Zidan endi savollarimga javob ber. Mushukni nechta oyog'i bor? Bitta. Mushukni nechta qulog'i bor? Ikkita. Mushukni nechta ko'zi bor? Dada bu mushukni ham bilmas ekan-ku. Davom etamiz. Otni nechta qolni bor? Bitta. Otni nechta oyog'i bor? To'rtta. Otni nechta ko'zi bor? Ikkita. Otni nechta dumi bor? Dada bu otni ham bilmas ekan-ku. Vaqt chaqir qilasizlar-le. O'zimni kechasiz. Yo'lingizga qarang, ko'zingizga qayab yuying. Menga baqa yuyasiz, tuyni bilmasdan yuyinglar. Assalomu alaykum, do'xtir, yaxshimisiz? Rahmat. Katta do'xtir o'zlaydamlay. To'xtab turing. Shoshilmang, ozgina rasmiyatchilik joylari bor oldin. Tezroq bo'ling, men vaqtim yo'q deb Sizga valaqa ochamiz. Xo'sh. Sizda kaltami? tushunmadim, nima? Sizda kaltami? Nima demoqchisiz? Nima kaltami menda? Naqd pulmi yoki kaltami deyapman. Naqd pul menda, to'lovini qilib qo'yganman. Do'xtirga chaqiring, bo'ling, vaqtim yo'q. Ana, kaltlar o'zlari kelyaptilar. Hey, bilat! Bilatan bormisiz? Bemalol chiqib qolmasiz. Assalomu alaykum. Do'xtir, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Menga yordaming kerak. Nima muammo? Xullas shu siz yer hayfini ayta olmayapman. Shu ham muammo. Qani yerdingchi? Ye. Yo'q. Yotdi. Yo'qoldi. Tuzaldingiz. Yo'q, do'xtir. Men u yer hayfi emas. Voy, uxlamang. Saydoy Mamadaliyev boy, qo'shiqchi. Menga. Ey kerak menga. To'y kerak menga deydi-ku. O'sha Saydoy Mamadaliyevdagi yer hayfini ayta olmayapti. Bo'ldi. Hey, tushundim. Sardor Mamadaliyevdi. O'zingizga logoped kerak shekilli. Sardor emas, Saydoy. Qarang, alifboda M, N, O, P, Q dan keyin keladigan yer hayfi boy-ku. O'sha yer hayfini ayta olmayman. Do'xtir. Hey. Men ham o'sha alifbodagi M, N, O, P, Q dan keyin keladigan G harfini aytyapman. Xudoya, do'xtir, G emas, yer hayfi. G bilan yer hayfi. Do'xtir, mana shu buyachingiz mana shu yerga keldi-ku, boy-ku. Uxlayotganda yomon xuyillar ekan-ku bu. Shunaqa ham xuyiga qotadimi? Boya keyingi chiqaymi? Shunday qoptimi? Uzun. Xullas, to'xtang, menga yordaming kerak. Yer hayfini aytay. O'zingiz ham bir yer hayfini ayta olmas ekansiz, haliga traktor deb qo'yingchi. Traktor. Necha gapirmang. Traktor. Nima men sizga? Fermerman. Men vrachman. Birinchi darajali vrachman. Agar bilsangiz, har kuni ertalab bemorlar eshigimni tagida davolanaman deb qator bo'lib ketadi. O'zi do'xtir bo'lmasa meni kechiring, haliga menga yordam bering, bo'ling, davolang meni. Yordam beraman. Hamma aytganimni qilasiz. Bo'ldi, men nima desangiz tayyorman. Aytganingizni qilaman, yer hayfini aytaman. Bo'ldi. Unda siz hozir birinchi navbatda turing. Ne hayron bo'lasiz, aytganlarini qiling. Endi aytganni qilaver ekan deb haddidan oshib ketmanglar. Qanaqa tuman? Tuzalishni xohlaysizmi? Turingda. Qanaqa turaman, do'xtir, erkak kishiman-ku axir. Befarosat, erkakmi, ayolmi nima farqi bor? O'zingiz ko'chadan turib keldingiz-ku. Menga qara. Men erkak kishiman, men tug'mayman, men tug'diyaman, tushundingmi? Ulishmanglar, bir-birlaringiz zo'rliklaringni ko'rsatmanglar. Hey, bilatani o'zingizdan tuling. Tuy deysizlar. Voy, o'yiningizdan tuying. Tuyvoyaman, tuyding. Men nima dedim? Tuying. Bo'ldi, yaxshi. Muolajani boshlaymiz. Xo'p bo'ladi? Yaxshi. Bemor, shu yerda turing. Joyingizdan tuling deyaptilar. Bo'ldi. Tayyorman. Hozir siz bilan muolaja boshlaymiz. Biz sizga rasm ko'rsatamiz. Rasmda nima yoki kimni ko'rganingizni aytasiz. Bo'ldi, tayyorman. Yer hayfini aytaman, 1000%. Bo'ldi. Davay. Birinchini ko'rsating. Ketak. Birinchisi Estiladamizning yorqin yulduzi kim?
Voy, o'zimizni Yayxon-ku. Bu G'ayxon. Voy, nimaga uyasiz? Va bu muolaja tuzalishni xohlaysizmi? Kaltagimga ham chidang. Bo'pti. G'ayxon. Voy, G'ayxon emas, Layxon, deb tushundingizmi? Bo'pti, Layxon, bo'pti, Layxon. Ha, keyingisini ko'rsating. Tak. Odamlar tomonidan ixtilof qilinadigan narsa nima? Yobit. Bu robot bu, befarosat. Nima dedim? Robot deyapman. Robot aka. Robot bu, leding. Robot. Ha, yaxshi. Oxirgisini ko'rsating. Voy, dunyoga mashhur sklipkachi kim? Aleksandr Yebak. Bu qiymat bu. Klinikingaya. Sendeki doktorlaringga ham ustlaringdan portalga yozvoraman. Dedi. Bu? Rahmat doktor, rahmat. Men orzu qilardim bunday qarpayishni. Rahmat. Sizlarga bo'ldi. Ha, u muomalasi 200 ming nechta doktor, nechta? 944 million. Ozgina tilingizda defektingiz bor ekan siz-a? Ana r harfini aytamiz. Nechta dedingiz? 944 million. Tushunmayapman baribir gapingizni bor. Tushunarsiz gapirar ekan. Nechta dedilar doktor? Ha, tushunmadingizmi? Ayni nimaga? 944 million. Oy yagam. Oy yagam, yayamaslar, yazillar. 940 millionni qayerdan olaman? Oy! Voy bilat! Biladan! Va kimdoq tug'dirish vaqinglar? Yoldan belinglar! Va tug'ing, Tuling! Festival o'ynab kelishini nasib aylasin. Marhamat. Maftuna yanga, Nargiza, Dilrabo, Feruza, Alfiya kelin, kim? Shoira, Sitora, Latofat, Guljamol, Nilufar, Munavvar, Komila, Sayyora, Zumrad, Larisa. Marisa aytilgan kelinlar davriga marhamat kelsin. Kelinglar. Yo hazır bo'lar bir xil keladi, bir xil eshitmadi. Kelsin. Yana bir bor aytamiz mana. Maftuna kelin, bormi? Kelsin. Ko'rsin qani birin-birin. Ismini aytganlar kelsin mana shu yerga. Keling. Nargiza. Dilrabo kelin. Keling. Feruza. Alfiya kelin. Shoira, Sitora, Latofat, Guljamol, Nilufar, Munavvar, Komila, Sayyora, Zumrad, Larisa. Mana shu kelinlar davraga kelsin qani marhamat. Mana ko'raylik qani. Necha kishi? 14 kishi. 1 2 Kimlar yo'q? Kelsin. Kim? Boshqalari kelsa bo'lmasa boshqasini jo'natsa kelsin mana o'yinni bir salgani. Kim? Dilofiriz kelsin. Shokirni o'chalarimi? Shokirning bachalar kel. Ha?
Amira. Ma'mura. Ma'mura degan kelin. Keling. Kelingizlar bu yerga. Kelingizlar bir aytyapman-ku bir savol javob, bir ochiq, bir nima emas. Davron misol qizdiraylik deyapmiz-da bir. Chehramiz sal ochilsin. Qani yana ham. Kelingizlar qani. Kelinglar ey, Larisa. Nilufar. Kelinglar. O'rninlaringga boshqalar yo'q turadi. Kelinglar bu yoqqa, kelinglar. Latofat yo'qkan mayli, o'zimni savollarga bir qilari yo'q. Mana bu 3 ta, 5 ta, 10 ta bo'ldi. Shoiri ham yo'q deyishyapti. Mana kelingizlar. Salgan burilingizlar bu tomonga. Nega qaraysiz, bori shumi? Ha? Bor-ku, mana kelinglar, kelsin boshqalarchi. Qizlarga nima bo'lmaydi bu savollar? Nega qaraysiz? Mana shu kelinlarga bitta qarsanglar mana o'yinimizni, ya'ni chiroyli davramizda bir boshlaymiz. Keling, mana bundayda savol. Mana shuni olasizda javob berasiz. Sizga bir nima qiladigan joy emas. Menimcha endi uyatli so'z, ya bir nima bo'lmagan bo'lsa kerak, bularga men tayinladim. Bular sizlar bitta ko'rik o'tkazaman deb 20 navruzda tayinlamanglar deb aytdim bularga. Faqat shirin so'z bo'lsin, davramiz xushchaqchaq bo'lsin, esda qolarli bo'lsin. Yana keyin Navruzlarda ham o'ynab kirib beraylik. Boshlaylik mana, marhamat. Olasiz. Chiroyli qilib aytasiz. Qo'laylikka tanlashtirdim. Uyga o'rnashtirdim. Chiroyli bitta qarsaklar mana bular. O'qirasiz. Mikrofon yaqin qilasiz. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Mana bugun Navruz sababli ekanmiz. Hammamizga Navruz yangilanish fasli bilan tabriklayman. Savol chiqdi, qaynonangiz keliniga yaxshi ko'rishini aytish debdi. Aya, o'zingizdan turing. Marhamat. Mikrofon turing. Sizga bo'ladigan tilagi, yaxshi so'zlari, bitta qarsaklar bo'lsin. Yaxshi ko'raman. Vaqtingizga sog'-omon bo'ling. Masalan, bolamizni to'yda bosh-bosh bo'lib, o'ynab kulib yuring bom bilan. Eng yomon kunlar ko'rishga boshlayman. Rahmat ayajon sizga. Bu mening onamday bo'ldi. Bitta qarsaklar bo'lsin. Bu kunlar o'tar ketar. Mana shunday yaxshi tilaklar qolar. Marhamat o'tiramiz. Namalarga qanday bo'lsa jon chiqarib berasiz. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Fursatdan foydalanib barchangizni Navruz ayyom bilan tabriklamoqchiman. Bundan ham katta qilib chiroyli qilib nishonlab yurish hammamizga nasib qilsin. Yil yaxshi kelsin, hamma baxt saodatli bo'lib, nimaga niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin. Bu yerda savol tushibdi, M harfiga 5 ta qiz bola topish. M ismiga ketadigan qizlarimizdan 5 tasini topib keling deyapti. Borasiz, qizlardan so'raysiz, marjonadir, malikadir. 5 ta qizni chaqirasiz, mana buni topib keldim deysiz. Hey! İkide buldu hafifçe. O'zi topsin, o'zi topsin. Nima ishi qiziqarli bo'lsin deyapmiz. O'zi topsin, izlansin. Topgani chiqib kelsin bu yerga. Men ismli qizlar topgani bo'lsa, bu yerga chiqib kelsin mana.
Endi baribir bir nimalar tug'iladi, savollar. Balkim 5 ta topolmas, 4 ta topishi mumkin. Endi mahallamizda 3 ta bo'lishi mumkin. Madinaning o'zini ham qo'shdi, 4 ta qiz topdi. Mana shu kelinimizga bitta qarsaqlar bilan davom ettiribmiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Oilangizga baxt tilaymiz. Rahmat. Sal bu tomonga kelingizlar, bu tomonga kelingizlar. Mana onaxonlar, opalar ham eshitsin. Meni kelinim qani, meni qanday maqtaydi deysin. Marhamat. Boshqaga tushmas. Başlayalım, ortalık kasan makineler işte. Ayting. Sizlarga berilgan bir zavod. O'zlari biladi, yaxshi yer ekan. Qarg'on etmasa bo'ldi. Kel, ayting, bosh jo'sh. Navruz aka deyapti. Bilsangiz ayting, bilmasangiz boshqa şey ayting. Ona haqida ayting. To'g'rida endi nima qilamiz endi? Balki yo'q bo'lishi mumkin. Menga o'xshab yo'q, aytilmasligi uchun. Boshqasini aytlaring ey. O söz botursan beni kirot. Savolni ovoz chiqarmaydi, hamma eshitsin, hammasi ayting, hamma eshitsin. Hammangizga bayram bilan tabriklayman. 15 foizli telefon topish. Meni qarang, kelin sal uyaldi. Eshitmadi ko'p onaxonlar. Savoli shunday bo'ldiki, mana shu davrada chiqib telefonning zaryadi 15% qolgan telefon topib keling deydi. Mana san'atkorimizning telefoni 15% ekan, shu topib javob berib qo'ya qoldi. Bitta qarzaylar bo'lsa. Marhamat. Amin, tomog'im ham o'yildi dasha bo'lgan. Boshqa nimaga o'xshab yo'q. Xon Novruz sayla, el qo'nar sen tufayla, sen kirgan xonadonning bordir baraka xayri. Hammangizga bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bayram muborak bo'lsin. Mahalladoshlar. Nima qarsakda joni yo'q. Bir jo'shsa bo'ladi-ku. Ikki qo'ldan yaxshi qarsak chiqadi-ku. Mana endi Nargiza kelinga marhamat. Nima bo'lsa liza mana o'yinlardan chiqsin-da shunga. O'zi ovoz qaptirgan ekan. Savolni yaxshilab hammaga eshittirib ayting. Hey, lavon. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Hammangizni Navro'za ayyom bilan tabriklaymiz. Hammalaringizga sayl kunlari, sayl ro'za Ramazon oylari hammalaringizga baxt omad keltirsin. Savolimiz 2 minutda olma yeng deyapti. Yemiz qani? Shoshmang. O'zi Nargiza ochqab turgan ekan. Ochqab turgan ekanda o'zi olma yegisi kelib turgan ekanda. Bular savoli ham shu to'g'ri keldi. 2 minutda mana shu olmani yeb bering deyishyapti savolni. Nimasi? Vaqtga bir qaranglar. Vaqtga. Boshlandimi? Boshlandi mana. 2 minutda bitta olmani yeb bering deyapti. Bu 1 minutda yeb bo'ladi hozir. Aniq mana. Qarsak bo'lsa bitta qarsak. Olma yeyapti mana. Ha. 30 sekund keyin bormadi menimcha. Kamil bir 2 kilo olma olib qo'yga. Bitta qarsaklar bo'lsin. 1 minutda yeb boribdi mana. 1 minutda. Marhamat. Ha, endi shunday deydi-da. Marhamat. Ho'sh, mana juda qilib ketdilar. Qilib ketdilar. Kelin asal beradi.
Shoshmang hali siz bu yoqqa keling hali. Odamlarga siz qanday savol tushdi? Siz nima dollar olib kelgan ketyapsizmi? Pul olib kelgan savolni odamlar eshitsin. Marhamat. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Navro'z oyim bilan tabriklayman. Ikki minutda ikkita Nokia telefon sotdik degan savol tushdi. Hamma eshitdimi? 2 minut daqiqa ichida ikkita Nokia telefoni topib keling davradan. Marhamat. Izlang. Kim Nokia ishlatadi? Izlang. Ya qaynasiga beradi demaydi uni hozir. O'zi qaynasi osabini otayib qadar bermaydi. Nokia bor. Bittasini topdi. Mikrofonni qo'lladi. Bitta qarzlar bo'lsa mas keling ham. Marhamat. Alfiyaga nima ishda yo'q beradi? Aniq. U jo'shib turibdi o'zi. Assalomu alaykum aziz davradoshlar. Mana bugun Navro'z ayyomi bilan hammangizni chin yurakdan muborakbod etaman. Hamisha birgalikda yetib bayramlar qilib yotaylik. Bizni elga bayramlar yarashadi. Oyijonim, Savolni aytingda siz, nimaligini aytinglar. Savol tushibdi. Qaynonangizga yaxshi gaplar gapiring deyilibdi. Oyijonimni juda yaxshi ko'raman-da. Oyijonim bu dunyodagi yakka yagona. Bo'lmasa boshlaydi. Bundan bo'yi ona qilamiz. Siz davra momani keldimi? Bitta qarzaklar savol boshqacha bo'lgan ekan, bular noto'g'ri o'qibdi. Bu yerda qaynonasi keliniga yaxshi tilakni bildirish kerak ekan-da. Shuning uchun so'z gapini Zavra momaga beramiz. Marhamat. Zavra moma, mana qo'yinglar. Oyijonim, bitta Malades. Rahmat. Mana shu onaxonga bitta qarsaklar bo'lsin. Rahmat oyijon, sizni juda yaxshi ko'raman. Juda chiroyli gap. Ziyatlar ishlayapsanmi? Onalarni bunday nima qilishga o'zi bo'lmaydi. Faqat shu o'rtada bitta narsani aytib qo'ying. Odamlar oldingizdagi qaynonangiz bo'ladimi? O'g'lingiz bo'ladimi? Qavmi qarindoshingiz bo'ladimi? Hamisha qadrlang. Bitta qarsaklar. Marhamat. Nilufar. Shavkat tayyor tarsinga kelyapti. Ya. Kim shu meni chaqirmaydi? Bo'ldi, qarsaklar mana. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Hammalaringizni Navro'z ayyomi bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yana keyin Navro'zgacha hamma o'ynab kulib, nimaiki niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetishiga tilakdoshman. Menga qo'shiqsiz musiqaga o'ynash sharti tushgan ekan. Qo'shiq bo'lmaydi. Davrani kengroq olamiz. Qochib turinglar. Kattaroq o'nglar. Kelinni qanday o'ynashini telefon ko'rsin. Marhamat. Nega qarasa? Bitta yaxshi qarza qilib turamiz. Muzikasiz Nilufar o'ynab beradi. Marhamat. Davay. Mana. Buni ekan-ku. Ana, hoppale, hoppa. Ana. Rahmat, baxtli bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Mana qo'yib berasizlar. Marhamat. Yar qadir, sarı qaç.
Hadi borash. Turmush o'rtog'ingiz bilan ko'z yumilgan holda o'ynang. Turmush o'rtog'ingiz Yunus, meni oldimga kel. Rais bo'lsang o'zingga, bu yoqqa kel. Yunus kelsin, Yunus. Savolning zo'ri chiqibdi. Marhamat. So'z navbatini Larisa kelinga beramiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Hammalaringizni Navro'z ayyom bilan chin yurakdan tabriklayman. Hamisha mana shunday bo'lib tabriklar o'tkazib yuraylik. Rais buva sizga katta rahmat. Sog' bo'ling. Hammamizga shu ana o'yilganingiz uchun. Menga savol tushibdi. Turmush o'rtog'ingiz bilan ko'zingiz yumgan holda o'ynab berish. Yunus ke. Kesin, Yunus qani keladimi? Bo'lmasa bunday qilamiz. O'zimizga savoblarga ko'ra agar kim aytgan bo'lsa, degani emas. Mana shu Larisa ham, mana shu san'atkor ukamiz O'roljon, ya'ni mana shu mahallaning kuyovi, Larisaning mana Yulduz nimaning Yunusning kuyovi. Bo'lmasa qaynasining o'ziga bitta chiroyli muzika olib beradi, ko'zini yumgan holda bitta o'ynab beradi. Marhamat. Chiq. Otangni o'rniga chiq, enang bilan o'ynayversan nima? Onani borida qadrlash kerak. Bitta qarzaklar bo'lsa qara. Buni qo'yli. Ko'zini yumamiz. Ko'zini yumamiz. Mana qarzaklar, mana. Bu qarzaklar sizlar uchun. Marhamat. Rahmat. Endi hammasini cho'zib o'tmay, bu kuyovi qo'yaveradi 10 talab. Qaynonamdan yomon ko'rinmayin deb. Baxtli bo'lingizlar. Kelinlar, sal yaqinroq kelingizlar. Mana shu yer yana salgan bo'lib qoldi. Kiyimlarni yoriq beringizlar, kelinglar. Bunday rahtaringizlar bo'lmasa hozir bitirib qilamiz. Kelingizlar, kelinlar yaqinroq. Marhamat. Hali u bormi? Qayerda o'tiribdi? Chapqa qarab o'tiribdi. O'rniga azmi boshqani qo'yib qo'yishim mumkin. Qaraysizlar. Bolalar, qochinglar mana shu yerda, qochinglar. Ey, savolning zo'ri keldi. Qoch bu yerda. Qoch. Mana yerda bitta kelin al qaynonamni topaman deb yotibdi. Tartib olinglar, meni yigitlar hazratlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Mahalladoshlar hammalariga mening savolim ko'zni yumgan holatda qaynonangizni topish. Sanama mana yo'qmi lekin boshqalar qarab turibdi. Siz mana bizni ko'zimizda yumsak ham yummasak ham bilib turibdi, o'z bilasiz-ku. Boshlang. Ko'zini yumgan holda qaynonasini topadi. Marhamat savol. Ketdi, qoch. Oldidagi yigit bola, qoch. Borgan, qaranglar, nazorat qilingizlar. Nazorat boshqa qo'yinglar. Balkim boshqadir. Menga qarangizlar, davra juda yaxshi nima qilyapsiz. Ozgina chiroyli qilib, sarsaqlar bilan yigitlar. Nahotki bir 4 ta bolani mana yerdan sartirib qolmaysizlar. Keling, kelingizlar bu yerda. Ikkovlaringiz qoldingizlarmi? Hali cho'q kelinlar qolib ko'rdilar. Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli davra ahli. Bugun hamma joyda Navro'z ayyom, hammalaringizni tabriklayman. Hammaga baxt omad olib kelsin Navro'z ayyomingiz. Bizning shartimiz 5 ta odam bilan tosh qator o'ynash ekan, muzika qo'yib. Menga qarang. Menda bitta o'zgartirish bor-da. Mana shu o'ynaganlardan 5 ta kelinni oling mana shu yerga. Ha, 4 tasini olsa 5 ta bo'lasizlar. Chiroyli hamma qarsaqlar bilan davom ettiramiz. Marhamat, endi yigitlarni tortib, u keladimi, kelmaydimi vaqt o'tmaymiz. Kelingizlar marhamat. Hammasini olaykan. O'nisini ham oling. Mana bolalarni olamiz, bolalarni bosib ketmasin. Beparvosiz yuragimsiz, bizga kun yo'q dunyoda sizsiz. Joningiz bo'lsa bunchalar ham chiroyli qizsiz. Menga qarangizlar, bular juda toshni zo'r qotyapti-da. Sal kengishroq olaylik. Davrani sal kengroq o'ynanglar, kelinlar, marhamat. Mana boshqatdan boshlaymiz. Mana qizlarni sal kengroq olinglar. Boshlaymiz. Mana. Hoppa. Singizdan Davom etamiz. bunchalar ham chiroyli qizsiz. Oy yuzingiz oydan ayrılır. Güldüresiz bazen yakınlarda. Haykal Gözler yok olsun. Alfiye kaldı mı? Oğlum. Sizlerden chiroyli qizsiz. Savollaring bor hali. Bir kishi qoldimi? Manaver qoldi menimcha, adashmasam. Hali buni satqin bo'lmanglar unday. Bitta bo'lsa ham o'ynasin. Hali bularni g'oliblarni aniqlab berasizlar, aka. Beramiz bularga hali. Ketmay turingizlar, ye. Tekarga o'ynatayotganimiz yo'q. Tanlov bo'lyapti bu yerda, tanlov. Assalomu alaykum mahalladoshlar, bayramlaringiz bilan hammaning. Savolimiz sevgan insoningizga, turmush o'rtog'ingizga sevgi izhor qilib bering debdi. Zoir qani bu yoqqa kelsin. Zoir. Necha yil Rossiyaga ketding, bir jonli ishda qani bu yoqqa qani. Qani Zoir? Ha, joningdan. Mahallangda bo'lsa, jigitning shiri bu degan-ku. Bu ham ukamiz, ham kuyovimiz, baxtli bo'lsa, mana singlimiz bilan, nevaramiz bilan shunday savol chiqdiki, savolni qarang. Sog'inib tushgan savolni qarang. Qancha bir Rossiyadagi var. Yo. Bu shunday chiroyli bo'lyapti-da, qarang, bayramga o'xshayapti-da. Bitta qarsak bo'lsin, bekarga chaqirganim yo'q buni. Mana bu endi avval aytgan shularning bitta yaxshi chiroyligini o'zing jonlibdi.
sevgi izhor qilasanmi, chiroyli so'zlarda aytasanmi, marhamat. Men sizni sevaman. Telegramda. Ya mayli, aytadi. Zoir, bular talab qilyapti-ku, nahotki meni o'rangam siz yosh ko'rgan. Shu Zoir akaman meni o'rangam deb yaxshi sevgi izhor qilsin deyapti. Marhamat. Kameralar o'chib tursin. Kamera o'chib. Mana eshitib o'tir. Qarab o'tir. Onajonisi, men seni sevaman, baxtimizga doim sog' bo'l. Eu vou botar novinha dentro da pepepepe. Eu vou botar novinha dentro da pepepepe. Hurmatli mahalladoshlar, endi uzr mana shu tomonlasal ko'pga gariblik sababli, lekin sizlarni chehralaringizni ko'rib, men garibligimni ham unutib o'tiribman-da. Bitta bayramga o'xshayapti deganda bitta qarzaklar bilan davom etdim. Men bularga bekarga mana shu narsani tashkil qilganim yo'q. Boyaga chiqqan kelinlar menga marhamat. 8 tamida nechta edi, kelingizlar marhamat. Kelingizlar. Kelingizlar mana. Kelinlar. Kelingizlar. Men bu narsani o'zim aytib, tashkillashtirib, yomon so'z bo'lmasin, mehr oqibat ko'tarilmasin. Hozir. Shirin so'z bo'lsin, bayram tabrigiga bo'lsin. Mana shular ham farzandlarining rohatini ko'rsin. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Shirin so'z. 5ta, 6ta, 9ta, 10ta kelinimiz chiqqan ekan. Men buni 10tamiz? 11ta ekan, 11ta. Mana shu 11taga bizlar mahallamiz nomidan endi oz bo'lsa ham o'zimizning nimamizdan sovg'amiz bor edi. Shuni beramiz. Qayerga qo'yib qo'ydingiz bizlar? Bir xat. Yo'q menda. Qayerga ketib qoldi? Berildi, yo'q, bergan ekan, menga bergan ekan. Bir 10 ming berib ketaylik. Bolalarga ko'kirzolar ish bo'lmasa. Sen boş Kam ko'p demaysizlar. Sovg'aning katta kichigi bo'lmaydi, bilasizlar-ku. U millionlab bermaymiz, boshqa bermaymiz. Faqat shuni bilingizlar. 10 ming yeganlarni beramizmi? Faqat bir-birimizga mehr beraylik, mehr. Mehr bersak, bir-birimizni yaxshi kunlarda ko'rib, salomatlikni unutmay yurishi o'z ishi katta gap. Mana shu kelinlarimiz baxtli bo'lsin deganlar, bitta qarzaylar bilan o'yinimizni davom ettiramiz. Marhamat. Bormi? Kimda bor? Bo'ldi, rahmat sizlarga.